Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga relief svechasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, relief svechasi farmakologik xususiyatiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, gemoroyda va orqa anal yoriqlarni davolash uchun qo'llaniladigan dori vosita hisoblanadi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'tay. Demak, hozir aytganimdek, gemoroy va anal yoriqlarni kompleks davolash maqsadida, ya'ni simptomatik davolash uchun qo'llaniladi do'stlar. Bir narsani aytib o'tay. Demak do'stlar, gemoroy va anal yoriqlar mana bu simptomatik deganimda faqat o'shani belgilarini, og'riqlarni, yallig'lanishlarni pasaytirish uchun, ya'ni mana shu relief svechasi qo'llaniladi. Asosiy davo esa operativ hisoblanadi. Demak, operativ davoda do'stlar, o'sha gemoroyni, masalan, ichki gemoroymi, tashqi gemoroymi, o'sha kerakli qismi olib tashlanadi va ushbu dard sizni qayta bezovta etmaydi. Hozirgi ya'ni kunda demak, lazer terapiyasi yordamida ham gemoroy davolanmoqda. Anal yoriqlar esa do'stlar, bu o'sha embrional rivojlanish davrida ichaklarning o'sha xromosomalarda o'zgarish natijasida anal yoriqlar paydo bo'lishi mumkin. Demak, bunda ham ya'ni relief svechasi simptomatik ta'sir ko'rsatadi. Asosiy davosi esa operativ usul hisoblanadi. Tushundingizmi? Reliefni ko'p qo'llash ham sizga foyda bermaydi. Asosiy usul operativ. Demak do'stlar, endi ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, demak ushbu dori vosita kuniga 3 mahal qo'llash mumkin. Ya'ni kasallikning darajasiga qarab shifokor ko'rigi va nazorati va ko'rsatmasi asosida. Tushundingizmi? Ya'ni anal teshikka qo'yiladi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, demak qon bosimi oshishi kuzatilishi mumkin. Ya'ni arterial давление deydi. Demak, mana shu oshishi mumkin. Bundan tashqari terida toshmalar, qichishishlar, turli xil, ya'ni angonevrotik, ya'ni shishlar paydo bo'lishi mumkin va bemorimizda demak bosh aylanishi va bosh og'rig'i kuzatilishi mumkin. Demak, relief svechasini qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar shulardan iborat edi. Bundan tashqari do'stlar, qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ham qisqacha to'xtalib o'tay. Demak, qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar birinchi navbatda, ya'ni qon bosimi, ya'ni bor insonlar, ya'ni davleniyasi yuqori bo'lgan insonlar, ya'ni yoki qon bosimi oshgan ya'ni paytda qo'llash tavsiya etilmaydi. Yanada oshirib yuborishi mumkin. Va bundan tashqari preparatga nisbatan yuqori allergik reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi do'stlar. Bundan tashqari og'ir va o'sha buyrak va jigar ya'ni kasalligida, o'tkir pankreatit, tireotoksikoz va tromboemboliyasi bo'lgan bemorlarimizda va homiladorlik va emzish davrida qo'llash mumkin emas. Do'stlar, demak ushbu dori vositani bundan tashqari 12 yoshdan kichik bolalarga ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Va yana bir ma'lumot, demak relief svechasini bir necha xil, ya'ni turlari bor. Demak, relief advance, relief ultra, relief pro degan ya'ni turlari bor. Demak, ular bir-biridan, ya'ni tarkibi jihatdan, ya'ni farq etadi. Masalan, relief ultra degan turi bor do'stlar, u yallig'langanda, ya'ni allergiya ya'ni bermaydi. Ya'ni allergiyasi bor kishilar ya'ni qo'llasa bo'ladi. Sababi uning tarkibidagi gidrokortizon, ya'ni atsetati demak. Do'stlar, allergik holatlarga qarshi ta'sir etadi va bundan tashqari eroziya va yaralarni asta-sekin davolaydi. Ba'zida qo'nash bilan ham o'tadi. Bunday holatlarda relief ultra yaxshi samaraga ega. Chunki tarkibidagi rux sulfat monogidrat moddasi borligi sabab bu holatni davolaydi do'stlar. Demak do'stlar, relief svechasini tashqari, bundan tashqari relief mazi ham bor. Demak, relief mazi. Uni siz aptekalardan so'rashingiz mumkin. Narxi 40-50 ming atrofida turadi. Demak, ishlab chiqaruvchi davlati Italiya hisoblanadi. Demak, Bayer. Tushundingizmi do'stlar? Shunday qilib, relief svechasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Salomat bo'ling do'stlar.